Bugungi mavzuyimiz, grammatik mavzuyimiz ikkita mavzuni o'zini ichiga oladi. Birinchisi to be to va to be about to mavzularini o'zini ichiga oladi. Birinchi bo'lib to be to'dan boshlaymiz. Hali men hech kimga bu mavzuni tushuntirmagan ekanman, bunday o'ylab qarasam, lekin juda ham ko'p ishlatiladigan mavzulardan bittasi, strukturalardan bittasi hisoblanadi. To be to degani bu demak biror bir maqsadni, rejani, kelishilgan narsa haqida birovga gapirishda demak to be to ishlatiladi desak, demak zamonimizga moslab turib, demak strukturani ko'rib turibsizlar, to be qo'yamiz. Keyin to qo'yib turib, ketidan fe'limizni demak nol shaklda qo'yib, demak gapimizni yasaymiz. Hozir misol berganda yana ham yaxshiroq tushunasiz. Avval nima mazmunda kelishligini ko'rib o'tsak yaxshi bo'ladi. Birinchi bo'lib, demak, nima mazmuni nima? Used to talk about scheduled or planned events, official arrangements or obligations. Ya'ni biror bir kelishilgan, bir ma'lum vaqtga qo'yilgan, rejalashtirilgan voqealar, rasmiy kelishuvlar, majburiyatlarni gapirishda ishlatiladi. Often found in formal or new style English. Ko'pincha formal, ya'ni rasmiy tillarda, ko'proq ishxonalarda deymiz, qanaqadir bir rasmiyatchilikni tushunasizlar, rasmiy joylarda ishlatiladi, ko'proq deyapti. Lekin ko'cha tilida ham ishlatilib turiladi. Men ko'p eshitaman, suhbatlarda amerikanlar bilan gaplashganda ishlatib turishadi. Shuning uchun shu mavzuni kiritishga qaror qildim. Endi misollariga o'tsak. Xo'p, birinchi misolimizni ekranda ko'ryapsizlar. Demak, the president is to visit France next week. Ya'ni bu scheduled event, ya'ni kelishilgan, belgilangan bir voqea bu. Prezident keyingi haftaga Fransiyaga tashrif buyurmoqchi. Agar bu mavzuni tushunmagan odamga bu gapni bersangiz, the president is to visit France next week desangiz, ko'pincha noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. O'ylaydiki, gap noto'g'ri tuzilibdi, voy, to visit degani tashrif buyurmoq. Tuni tashab tuzishimiz kerak deb o'ylaydida. Lekin agar tuni tashab gap tuzsak, the president is visit France next week desak, bu hech qanaqa doesn't make sense. Ya'ni mantiqan mazmun gap bo'la olmay qoladi. Na passive voice, na biror bir zamonga to'g'ri keladi is visit. Shuning uchun is to bu yerda imенно to be to de is to demak moqchi vazifasini bildiryapti. Scheduled event degani bu demak bir kelishib qo'yilgan bir voqea, biror bir kunga belgilangan voqeani event deydi. Mana ikkita davlat rasmiylari o'rtasida kelishuv bo'ladi. Misol uchun aytaylik, O'zbekiston prezidenti Fransiyaga tashrif buyurmoqchi bo'lsalar, demak Fransiya delegatlar bilan gaplashiladi. Misol uchun palonchi chisloga kelinglar deyiladi. O'sha chislo belgilanib, o'sha chisloga demak uchib ketadi. Ana shu holatda demak the president is to visit France next week. Ikkinchi gapimiz you are to report to the manager at 9 a.m. Siz soat 9da menejerga hisobot berasiz, bermoqchisiz, berishingiz kerak ma'nolarini bildiryapti bu yerda. Bu yerda demak obligation or instruction, ya'ni obligation degani bu majburiyat degani. Demak, birovga nisbatan gapirilgan majburiyat, yuklangan majburiyat yoki instruction, ya'ni o'sha instruksiya nima deymiz? Instruction. Demak, instruksiya mazmunida yo'nalish deymizmi? Yo'l qo'llanma emas, instruction shu. Vazifa berishdi. O'sha mazmunda demak to be to ishlatilar ekan. Keyingisiga o'tamiz, keyingi misolimizga o'tamiz. Demak, no one is to leave the room until the meeting is over. Hech kim demak meeting uchrashuv, o'sha yig'ilish tugamagunicha xonani tark etmasligi kerak degan mazmunni ham bildiryapti. Demak, to be to nafaqat hozir gaplarimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, moqchi o'zbek tilida, balki kerak mazmuniga ham to'g'ri kelishi mumkin ekan. Ya'ni tarjimada shunaqa yasab ketilishi, shunaqa aytib ketilishi mumkin ekan. Lekin asosiy mazmuni mana shu demak vazifalarda ishlatiladi. Common uses. Demak, qachon ko'p ko'rib chiqdik? Instructions
and obligations. Ya'ni birovga bir majburiyat yuklash, instruksiya berish, yo'llanma berish, yo'nalish berish. Students are to submit their assignments by Friday. Talabalar demak berilgan vazifalarni juma kunigacha topshirishlari kerak mazmunida bo'ladi. Submit degani topshirish, assignment degani o'sha vazifa, topshiriq, zadacha ma'nolarini bildiradi. Demak, jumagacha topshirishlari kerak. Formal future plans, bo'lajak rejalashtirilgan, demak, rasmiy rejalarni ham yana qaytarib aytamiz. The new law is to come into effect next year. Yangi qonun kelasi yil kuchga kiradi. Mana bu so'zni o'zingizlarga lug'at qilib yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. To come into effect degani bu kuchga kirish. Biror bir qonun, biror bir gapirilgan gap kuchga come into effect deyiladi. Qonun kelasi yildan kuchga kirmoqchi, kuchga kiradi mazmunida. Demak, reja. In reporting, especially news, ya'ni ko'proq reporting, o'sha yangiliklarda, bayonotlarda, televizorlarda gapirilganda ham juda ham ko'p ishlatilishi mumkin ekan. A new shopping mall is to be built in the city. Ya'ni bu yangiliklarda bo'layotgan gap. Shaharda yangi savdo markazi quriladi degan ma'noda. Is to be built. Ko'rib turganinglardek. Mana shu demak to be to ni bildiradigan demak vazifasi, tarjimasi, demak qatlida ishlatilishini ko'rdik va nima mazmunlarni, nima tarjimalarni bildirishini ko'rdik. Kimlar bor bu yerda? Demak, men birorta bir odam meni sal suhbatga tortaydi. Qo'l ko'tarsanglar, men shunga qarab suhbatga tortaman. Bormi volontyorlar, xohlovchilar? Hop. Ismi yo'li ko'p ekan tikda. Tanimas ekanman. Bormi qo'l ko'taradigan? Hech kim tushunmadimi deyman. Hech kim qo'l ko'tarmayapti. O'zi ovozim eshitilyaptimi? Hop. Bo'lmasam randomni tanlaymiz. Hop, boshdan oxirigacha Madina sho'ttamisa, Madina sanmi? Iqsiboyeva. Sho'ttamisa, men seni ovozingni hozir ochaman. Ochdim. Mikrofoningni yoqqinda. Madina yoki Dilsorami? Madina javob bermadi. Assalomu alaykum. Madina qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ha. Hop, mavzuni tushundingmi? Tushundim. Oldin ko'rganmiding bu mavzuni? Yo'q. Aha, demak, to be to nima mazmunda kelar ekan? Moqchi yoki kerak. Moqchi yoki kerak. Qanaqa holatlarda ishlatilar ekan? Majburiyatlar, obligation, keyin instructor, tuzilmalarni, Instructions, va kelasi zamonda rejalashtirilgan rasmiy ish uchun. Rasmiy rejalar uchun demak ishlatilar ekan, to be to. Endi men senga bitta gap beraman. Sen shuni tarjima qilib berasan. Yonimizdagi bino kelasi oy buzilmoqchi. Bermanga. Yonimizdagi bino kelasi oy buzilmoqchi. Near. Men boshini beraman senga. Qurilmoqchi dedingizmi? Buzilmoqchi. Is to be. Aha. Buzilmoq nima edi? Demolish. Endi
Endi bu yerda qaranglar, sal vazifa o'zgardi. Bu yerda sal yana murakkablashdi. Nimaga? Chunki bu yerda passiv voice aralashtirdim o'sha. The building next door is to be demolished next month. Bu yerda passiv aralashganligi uchun to be demolished bo'lib ketdi. Is to demolish bo'lmadi-da, is to be demolished bo'lib ketdi. O'shani o'ziga mos gap bera qolay, hozir chetda passiv aralashtirib yubordim. Biz Madina bilan kafeda ko'rishmoqchimiz desam, Madina. We are to be meet. Yo'q, to be emas, to be ni mana arra qo'yding. Chalg'ima bunga. We are to meet with Madina kafeda dedingizmi? In the cafe. In the cafe. In the cafe. Tushundinglar? Bu birinchisi. Ketdi, keyingisi. Keyingi mavzuga o'tiraman. Rahmat Madina, men seni mute qilaman. Shovqin chiqmasligi uchun. Tak. Keyingisi to be about to degan mavzu. To be about to degani to be to bilan aralashtirib olish kerak emas. To be about to degani arafasida degani. Ya'ni biror bir voqea bo'lish arafasida turgan bo'lsa, sodir bo'lishga yaqin turgan bo'lsa, to be about to ishlatilar ekan. Qanaqa ishlatilar? Mana strukturasi demak, to be ni qo'yamiz, about to ni qo'yamiz, fe'lni nol shaklda qo'yamiz. Ma'nosi demak, meaning used to talk about something that's going to happen very soon, almost immediately. It shows imminent action. Demak, biror bir narsani demak qaytarib bo'lmas, o'sha sodir bo'lishga yaqin turibdi. Bu narsani to'xtatib bo'lmaydigan narsani demak haqida gapirishda to be about to ni ishlatar ekanmiz. Endi misol ko'ramiz. The movie is about to start. Kino boshlanish arafasida deb tarjima qilsak to'g'ri keladi. I was about to call you when you messaged me. Menga qo'ng'iroq, menga o'sha xabar jo'natgan payting endigina senga telefon qilmoqchi bo'lib turgan edim. Qilish arafasida edim deb tarjima qilinadi. Be careful, the glass is about to fall. Ehtiyot bo'ling. O'sha shishami, oynami yoki stakanni nazarda tutyaptimi, o'sha tushib ketish yoki qulab ketish arafasida tushib ketadi hozir demoqchi. Ehtiyot bo'ling, tushib ketadi hozir demoqchi. Demak, ana shunaqa mazmunda demak to be about to strukturasi demak shakli ishlatilar ekan. O'zingizlarga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Endi misol ko'ramiz yana. Keyingi bir necha sekundda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatga misol mana. The sun is about to rise. Hozir chiqadi. Hozir bir necha soat. Interruptions, ya'ni bo'lishlar. Biror narsa sodir bo'lish arafasida boshqa bir harakat uni bo'lishi. I was about to leave, but when it started raining. But then it started raining. Endi ketaman deb turuvdim. Yomg'ir boshlandi. Yomg'ir yog'ishi boshlandi. Demak, meni harakatim bo'ldi. Ketishimdan qaytardi degan ma'noda. Demak, ikkala mavzuni ko'rib chiqdik. To be to demak, rejalashtirilgan rasmiy holatlar, voqealar, rejalar uchun ekan. To be about to bu yaqin orada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar uchun ekan. The train is to depart at 5 p.m. Poyezd soat 5 da ketadi. Ketmoqchi, ketish kerak. The train is about to depart. Hurry up. Poyezd yurib ketadi hozir. Shoshil. Demak, ikkalasini farqi demak time, ya'ni vaqtdagi farqi. Bittasi sal nariroq, uzoqroq vaqtda sodir bo'ladi, bittasi shu arafasida sodir bo'ladi. Demak, ikkalasini mazmuni demak shundan iborat ekan. Hop, buni gaplashdik. Demak, ikkinchi mavzu bo'yicha bu kimdan yana so'raymiz. Kim bor?
Volontyorlar bormi? Sadriddin, eshitdingmi ikkinchi mavzuni? Qo'ling ko'tarib yubor agar tushungan bo'lsang. Sadriddin. Aha, hozir mikrofoningni yoqdim. Sadriddin, mikrofoningni yoq. Eshitding? Ha, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Tak, about to be about to nima ekan? To be about to o'sha aynan arafasida sodir bo'ladigan narsa holatlarga ishlatiladi. Hop. Endi senga gap beraman, sen shuni tarjima qil. Men hozir uxlab qolaman, dechi? Mana bitta ega. Aha, to be. I am asleep about Yeah. I am about to asleep. Asleep emas, sleep o'zi. Sleep. Asleep degan uyquda degan. I am about to sleep. Uxlab qolaman. Mehmonlar ketishmoqchi, dechi? Ketish arafasida turishdi, dechi? Mehmonlar nima edi? Mehmonlar guests. Guests are about to leave. Da. Mehmonlar ketish arafasida. Guests are about to leave. Siz u insonni o'ldirmoqchimisiz, dechi? O'ldirish arafasida turibsizmi, dechi? You are about to Sen savol so'rayapsan. Are you about to kill that person bo'ladimi? Aytmayin deylik. Tushundingmi? Ha. Yaxshi. Rahmat. Xo'p, seni ham yutib turamiz. Demak, mavzu shu. Ikkala mavzuyimiz shundan iborat. Endi lug'atga o'tsak, lug'atda hozir to'g'ri skrinni share qilib olay. Lug'at bo'yicha demak getni ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchiligini bilasizlar. Oson, prosta etib ketaman. Yengilari bo'lib qolsa yozib olinglar o'zingizlar. Get up, demak get phrasal verb o'zi bilasizlar. Frazalar bu bitta kesimga yoki ot yoki predlog yoki sifat qo'shilib turib, demak yangi mazmunni yasashini demak phrasal verb deymiz. Getni bilasizlar, o'zi asli olmoq, lekin get boshqa so'zlar bilan qo'shilganda mazmuni o'zgaradi. Get upni bilamiz, ertalab uyg'onish. Bu yangi narsa emas. Get in, ichkariga kirish, yetib kelish ma'nosida, ichkariga kirish ma'nosida. Get out'ni bilamiz, tashqariga chiqish ma'nosida. Bular qiyin emas. Get on, transportga chiqish. Demak, ko'proq avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot shunga o'xshash narsalarga chiqishi get on deydi. Mashinaga chiqishi get in deydi. Get off o'sha transportdan tushish, poyezddan, o'sha katta transportdan tushish, get off. Buni bilamiz. Ana endi yengiroqlari get along yoki get along with. Birov bilan chiqishib ketishi, yaxshi munosabatda bo'lib ketishi with deyiladi. O'zingizga yozib qo'ying. Get along with. I get along with my co-workers. Men hamkasblarim bilan yaxshi chiqishib ketaman. O'zingizga yozib qo'ying. Get along with. Hamkasblarim bilan yaxshi chiqishib ketaman. Get over biror bir kasallik, muammo, shunga o'xshash yomon vaziyatdan qutulib ketish, oxiri o'tib ketishimi bitta narsani, o'shani get over deydi. Mana misol uchun, she finally got over the flu. Fluni bilasizlarmi? Influenza, ya'ni shamollash. U nihoyat grippdan tuzaldi, o'tib oldi degan ma'noda. Demak, get over biror bir qiyin vaziyat, kasallik, muammodan qutulib olish, o'tib olishi, demak get over deydi. O'zi over ustidan oshib o'tish. Shu mazmunda eslab qolsanglar bo'ladi. Keyingisi
Yana bitta misolimiz bor. It took him months to get over his breakup deylik yoki the breakup. U o'sha biror bir yigiti yoki qizi bilan ajrashganligini unutish uchun bir necha oy ketdi. Ya'ni u bir necha oyda o'sha his-tuyg'ulardan o'tib oldi ma'nosini bildiradi. It took him months to get up. Keyingisi get back. Ortga qaytib kelish, buni bilasizlar. When will you get back from your trip? Sayohatdan qachon qaytasiz? Get back. Keyingisi get rid of. Mana bu zo'r so'z. Demak, qutulish, bitta narsani yo'qotib yuborish, yo'q ketish, qutulish xullas. Sizlar jonga tegib qutuldim. I need to get rid of these old clothes. Men bu eski kiyimlarni yo'qotishim kerak, bulardan qutulishim kerak degan ma'noda. Get rid of. Qutulmoq, yo'qotmoq, forig' bo'lmoq yoki o'zbekchasiga aytganda. Keyingisi get used to. O'rganib qolish, ko'nikib qolish. I am getting used to waking up early. Men o'sha vohli turishga ko'nikyapman, o'rganyapman degan ma'noda. Get used to, ko'nikish, o'rganib qolish. Get through. Get through. Biror narsadan, demak, muvaffaqiyatli ravishda o'tib olish. Biror narsadan muvaffaqiyatli tugatib olish ma'nosini get through beradi. I finally got through the exam. Men nihoyat imtihonni yaxshi topshirib oldim degan mazmun. Get through. I tried calling you but I couldn't get through. Men sizga telefon qilishga harakat qildim, lekin tusha olmadim sizga, ulana olmadim. Ya'ni muvaffaqiyatli bo'lmadi o'sha harakatim degan mazmun. Get through. Demak, biror ishni muvaffaqiyatli tugatmoq, erishmoq, muvaffaqiyatli yakunlamoq ma'nosini beryapti. Get through. Keyingisi get ahead. Get ahead degani, demak, oldinga siljimoq, oldinga yurmoq, o'zib ketmoq ma'nolarini bildiradi. O'zib ketmoq menimcha zo'r tushadi. She worked hard to get ahead in her career. Ya'ni u shu ishida, karyerasida muvaffaqiyatga erishish uchun, oldinga siljish uchun juda qattiq mehnat qildi degan ma'noda. Get ahead. Oldilab ketish, oldinga get ahead. Keyingisi get across. Get across degani yetkazib berish, tushuntirish. Ya'ni aytasizlar, yetib bormaydi bunga deysizlar. Shunaqa mazmunda get across degan, demak, iboramizni ishlatamiz. He found it hard to get his message across. U fikrini tushuntirishi qiyin deb bildi, qiyinligini tushunib yetdi. U fikrini tushuntira olmadi birovga degan ma'noni bildiryapti. Bu yerda message xabar emasda, bu yerda fikr ma'nosini bildiryapti. He found it hard to get his message across. Found bu yerda anglab yetish ma'nosida kelyapti, tushunib yetish ma'nosida kelyapti. O'zi topmoq. Keyingisi get away. Qochib ketish, qutulib qolish, dam olish, ketib qolish ma'nolarini bildiradi. Get away degani, mana misol uchun, the thief managed to get away. O'g'ri qochib qutulishga muvaffaq bo'ldi. I need to get away for a few days. Mana bir necha kunga hamma narsani tashlab qochib ketishim kerak, bir sal dam olishim kerak mazmunini bildiryapti. Get away. Doniyor yoqib turaman. Qani Doniyor, sal murakkabroq gap keldi miyamga. Tarjima qilib bera olarmikansan? Doniyor, shu yerdamisan? Sanda menimcha anaqa bor, ocha olsan o'zingni, ochchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimi? Rahmat. Sen qilgan jinoyatlaring bilan qutulib qolaman deb o'ylayapsanmi? Tarjima qil. Sen qilgan jinoyatlarimni qochib qutula olaman deb o'ylayapsan. Xo'p. Have you been thinking of getting away easily? Lately. Yomon emas. No, именно men xohlagan emas. Bu yerda tak bir maqsad ko'rdim, bir maqsad gapirishga ochyapman seni. Qani?
Sen jinoyatlar bilan qilgan o'sha jinoyatlaring bilan qutulib qolaman deb o'ylayapsanmi? Mirmax, mikrofoningni yoq. Mirmaxdan javob yo'q. Tak, yana kim bor bu yerda? Qilib bera oladigan bormi? Qo'l ko'tarsin. Miryoqub. Yoqdim seni. Miryoqub. Sen Assalomu alaykum. alaykum assalom. Jinoyating bilan qutulib qolaman deb o'ylayapsanmi? Dechi? Deb o'ylaysanmi? Dechi? Do you think you can get away with your criminals? With your crimes. Your crimes. To'g'ri. Okay. Do you think you can get away with your crime? Yoki crimes bir nechta bo'lsa. Jinoyatlaring bilan qutulib qolaman deb o'ylayapsan. Молодец. Yaxshi, rahmat. Xo'p, keyingisi, demak, get awaydan keyin get together. Yig'ilish, bir joyga to'planish, uchrashish, yaqinlar bilan bir to'planishni get together deydi. Let's get together this weekend. Keling bu hafta oxirida bir ko'rishamiz. Get together, o'zingizga yozib qo'yinglar. Get by degani kunini o'tkazish, kun kechirish, qiyinchilik bilan zo'rg'ani, короче, yani qo'pol qilib aytganda ikki keyingi oyog'i bo'lib yurish deydi. Zo'rg'a amallab yurish, demak get by deydi. I don't earn much, but I get by. Je ko'p pul topmayman, amallab kunimni ko'rib yuribman degan ma'noda get by. Demak, o'zingizga yozib qo'yinglar. Qiyinchilik bilan shu bitta narsani o'tkazib olsam bo'ldi deydi-yu, o'sha amallab yuribman. Amallash ma'nosini bildiradi get by. Get down. Demak, bitta narsa tushib ketishi mumkin, ma'nosida bo'lishi mumkin. Ya'ni yerga tushib ketishi, qulab tushishi yoki kayfiyat yomonlashishi, vaziyat yomonlashishi, holat yomonlashishiga nisbatan ishlatilishi mumkin. Mana misol uchun birinchisiga misol. Get down from the table. Stoldan tush. Okay, the bad weather is really getting me down. Yomon ob-havo meni kayfiyatimni tushirib yuryapti yoki tushkunlikka tushiryapti degan ma'noda. Keyingisi get after. Demak, tanbeh berish ma'nosida bo'lishi mumkin ekan, ortidan tushish ma'nosida bo'lishi mumkin ekan. Qaysi ma'no o'zbekchaga, yana ham xalq tilida aytadigan bo'lsa get after. Tanbeh berish menimcha eng tushar ekanda. The coach got after the players to train harder. Ya'ni o'sha murabbiy futbolchilarga qattiqroq harakat qilishligi uchun push qildi, o'sha tanbeh berdi, o'sha qattiq anaqa qildi. O'zbekchada anaqa aytsak bo'ladi. Shu mazmunda tanbeh berdi mazmunida to'g'ri kelyapti. Boshqa miyamga so'z kelmadi. Get after demak. Keyingisi get at. Yetishmoq, tushuntirmoq. Get at. Yetishmoq, tushuntirmoq. Sal tezroq ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin YouTube'ga videosini qo'yib qo'yaman, o'sha yerdan bemalol kanalga tashlab qo'yaman, tortib olib olasizlar. Agar tez ketayotgan bo'lsa. I can't get at the top shelf. Tepa anaqaga qo'lim yetmayapti. Javonga qo'lim yetmayapti degan ma'noda. Yoki what exactly are you getting at? Sen gaping bilan nima demoqchisan degan mazmunda. What exactly are you getting at? Tahqiq qilsan bu gaping bilan. Nima demoqchisan bu gaping bilan degan ma'noda. Va oxirgisi juda ham kerakli narsa bu get over with. Bitta o'zingizga yoqmagan, bir xush ko'rmagan narsangizdan oxiri shuni tugatib qutulishni get over with deydi. Mana misol uchun let's get this meeting over with quickly. Kelinglar shu uchrashuvni tezroq tugatib yuboraylik, shu narsadan qutulaylik degan ma'noda bo'lyapti. Oxirgisi demak get over with. Xo'p, kimga gap so'zlaymiz? Yana bormi volontyorlar? Xo'sh. Musamat shu yerda ekan shakilli. Musamat, masalan, mikrofoningni ochdim. Yo, Abbos, yaxshimisan? Ya, Nodirpa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Ha, rahmat, Alloh. Musamat yo'qmi? Yo'q edi, Abbos. Ha, bo'ldi. Musamatmidimman? Ha, xo'p, sog' bo'l, charchama. Charchamayman, xo'p. Hop, yana kim bor bizda? Xo'sh.
Get over with. Qo'l ko'taringlar volontyorlar bo'lsa, xohlovchilar bo'lsa, bitta gap beraman, tuz berasizlar. Uyalib, qo'rqib, panada o'tirmanglar-da. Miryoqub, xo'sh, Miryoqub bugun chetda challenge accepted deyapti. Yaxshi, xo'p. Mani fikrimcha, biz bu o'sha relationship, o'sha rishtani dan yaqin orada qutula olmaysiz. O'ylashimcha, bu rishtadan hali beri yaqin orada qutula Bu olmaymiz. rishtangizdan yaqin orada qutula olamiz. Ya'ni misol uchun o'sha vaziyatdan qutula olmaysiz degan. Relationship bilan tuzasan. I Anaqa guess, ko'ryapsan, ChatGPTga yeah. I guess we can't get this relationship. yo'q. Sразу uni ajrata olmaysan. Get over with. Get over with. I guess we can get over with this relationship. Recently. Yaqin orada. Soon. Anytime soon. Desam bo'ladi. I don't think you can get over with your relationship anytime soon. Desang yana ham chiroyli chiqadi. Tushundingmi? Abbosga Mana bu narsa bu ham to'g'ri. Mana bu orasiga tiqding-ku sen relationship over with the orasiga tiqding. Atak bu ham to'g'ri, noto'g'ri narsa emas. Prosta endi men qulog'imga ko'p eshitiladi. Get over with yonma-yon kelish ko'proq eshitaman-da suhbatlarda, gaplarda. O'shaning uchun menga g'alatiroq tuyuladi oraga tiqilsa. Bu yerda hozir oraga tiqib bergan misollar internetda. Doniyor nima deyotding uzr? cut off desa bo'ladimi? Cut off uzib tashlashmi? Bo'ladi. Yo'q, shuna tugatish ma'nodagi. Bo'ladi cut off. O'sha rishtani uzib tashlash, biror narsani to'xtatish. Endi get over with anu qutulish ma'nosida-da. Cut off bitadi, risk kesib tashlash ma'nosida. Sal farqi bor mazmunda. Tushundinglar? Xo'p, shu edi bugungi men videoni rekordini tushishi bilan YouTube'ga qo'yib qo'yaman. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar hammanglar. Charchamanglar.